Xizmat avtomobili bu shunchaki transport emas, u xalqning pullari evaziga shakllanadigan davlat byudjetidan xarid qilinadi. Ha, o'sha siz va biz to'laydigan soliqlar hisobiga shakllanadigan davlat byudjetidan. O'zbekistonda davlat amaldorlari, vazirlar, hokimlar milliy, ya'ni o'sha xalq uzun navbat kutib yetishadigan GM mashinalaridan emas, balki xorijiy markadagi xizmat avtomobillaridan foydalanar edi. Toki prezidentning xorijiy markadagi xizmat avtomobillaridan voz kechib, milliy brenddagi xizmat avtomobillariga o'tish bo'yicha buyrug'i berilmaguncha. Prezident joriy yilning 5-martidagi video selektorda xizmat transportida yurishni keskin qisqartirib, milliy avtomobil va milliy mebelga o'tish zarurligini aytganidan so'ng, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripovning Mercedes-Benz xizmat avtomobili Malibuga, Senat raisi Tanzila Narbayevaning xizmat avtomobili Chevrolet Tahoe'ga o'zgargan. Bosh vazir o'rinbosarlari Malibu, hokimlar esa Tahoe yoki Traverse avtomobillaridan foydalanishga bosqichma-bosqich o'tmoqda. Yaqinda Jizzax viloyati hokimi ham mahalliy byudjetning zaxira mablag'lari hisobidan 662 million so'mga Traverse avtomobilini xarid qildi. 2024-yilda Jizzax viloyati byudjetiga 2,15 trillion so'm daromad kelgan bo'lsa, 3,84 trillion so'm xarajat qilingan. O'rtada qariyb 1,7 trillion so'm zarar ko'rilgan. Taqchillikning 900 milliard so'mi respublika byudjetidan qoplab berilgan. Respublika byudjeti taqchilligini yopish uchun esa xorijdan o'tgan yili olingan 7,3 milliard dollar qarzning 3,2 milliardi sarflangan. Davlat byudjeti to'g'risidagi qonundagi prognozlarga ko'ra, Jizzax viloyatining 2025-yildagi daromadlari 2,5 trillion so'mni, xarajatlari 3,6 trillion so'mni tashkil etadi. Bunda ham viloyat yilni 1,1 trillion so'm zarar bilan yopishi kutilmoqda. Mazkur taqchillik respublika byudjetidan qoplanadi. Respublika byudjeti defitsitini yopish uchun esa davlat qarzi jalb qilinadi. UzAuto Motorsning eng qimmat modeldagi mashinalaridan birini xarid qilayotgan Jizzax viloyati hokimi buni unutmagan deb taxmin qilamiz. Shu kungacha foydalanib kelingan xizmat avtomobillari bosqichma-bosqich e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotuvga chiqarilishi aytilgan edi. Lekin shu kungacha foydalanilgan xorijda ishlab chiqarilgan xizmat avtomobillari ancha eskirgan va hozir xarid qilinayotgan milliy brenddagi avtomobillar inomarkalardan ancha qimmatga tushishi mumkin. Bundan tashqari Chevrolet Traverse, Tahoe, Malibu avtomobillari GM kompaniyasiga tegishli bo'lsa-da, O'zbekistonda ushbu modellarning ayrimlari import qilinadi, ayrimlari esa mahalliy yig'iladi. Chevrolet Traverse va Tahoe bu ikki model asosan import qilinadi. 2020-yil fevral oyida GMning sobiq O'zbekiston bo'yicha qo'shma korxonasi Chevrolet Traverse va boshqa crossover modellarini mamlakatga import qilishni boshladi. Chevrolet Malibu modeli O'zbekistonda ishlab chiqariladi, biroq ba'zi hollarda Malibu avtomobillari Janubiy Koreyadan import qilinadi. To'g'risi bu avtomobillar nomiga milliy, aslida esa xorijdan kelgan bo'lib chiqyapti. Yo'qolgan toychoqning oti milliy bo'ldi deyishadi-ku. Prezident mahalliy ishlab chiqarilgan avtomobillardan foydalaning dedi. Hokimlar esa Chevrolet Traverse'ga, Malibuga, ba'zilari esa Tahoe'ga o'tirib oldi. E'tibor bering, bu avtomobillarning ko'pi O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydi. Demak, gap patriotizmda emas, obro'da. Byudjetda taqchillik bo'lsa ham xizmat mashinasiga pul topiladi. Hokimlar Malibuga minib Traverse'da xizmatga boradi. Qiziq, xalq nimaga minib yuribdi? Bu haqida hisob so'raydigan auditor ham yo'q. Shunday ekan, oddiy savol tug'iladi. Milliy brend degani xalqniki bo'lmagan, lekin xalq puliga olingan mashinami? Agar mashina xorijdan kelgan bo'lsa, uni milliy deb atash qanchalik to'g'ri? Davlatga xizmat qilish imtiyoz emas, mas'uliyat. Bu mas'uliyatni mashina markasi emas, xalq ishonchi o'lchaydi. Xo'sh, xizmat mashinasi xizmat uchunmi yoki shaxsiy obro' uchunmi?